Mana sajinchlarimiz uchun maxsus grunt tayyorlayman hozir. Bu Agrobat to'yintirilgan esi Agrobat es to'yintirilgan bo'ladi. Bu pH 5,5 dan 6,5 gacha bo'ladi. Bu Agroperlit 100 litr ob'yomda, bu 250 litr ob'yomda. Biz odatda 4 ga 3 ga 1 nisbatda qilinardi. 4 ga 1 nisbatda qilinardi. Bu 300 litr bo'lganda yaxshi edi. Endi bundan jicha nimasini olib qolaman, oshig'ini. Bu narsani bilishinglarni xohlardim. Buni qancha kilosi yengil bo'lsa, sifat shuncha yaxshi bo'ladi. Qancha zich bo'ladigan bo'lsa, rexlinlik, g'ovaniylik darajasi, havo o'tkazish darajalari ancha pastroq bo'ladi. Shuning uchun men shundan olganman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Haligi ko'chatda ekadigan bu 0 dan 20 fraksiyagacha, ya'ni 20 mm kattaligigacha bo'ladi. Mayda ko'chatlarga epigrofga qilgani yaxshi hisoblanadi. Agrobat tortni chopib maydalab oldik. Endi ustiga men agroperlit tashladim. Xolasa buni sekin chachib aralashtirib chiqamiz. Bu agroperlit ishi bu yer yana ham rixli qiladi va suvni ushlab turadi. Asosiy suv ushlash vazifasi va havo. O'zida tomirlar uchun havoda nafas olishini yaxshilab beradi. Xolasa. Mana gruntimiz tayyor bo'ldi. 320-330 litrli hajmga chiqadi, xudo xolasa. Endi bular sekin qanday tayyorlashni yana ko'rsataman. Asosiy narsa nozik joyiga keldi, ya'ni buni suvlash. Assalomu alaykum. Mana Yagda Kavkazadan ko'chatlarimiz keldi. Buni sekin sartaroshga qilish boshlandi. Bu Lagare degan ko'chat. Italiyani sorti 5 dona olganmiz. Donasi 1000 rubldan olingan, to'g'risi. Buning ichida zo'r qilib jo'natib yuboribdi. 5 ta dedi. Menga lekin 4 taga o'xshadi. Balki mana buni ham 5 ta deb hisoblagan bo'lishi mumkin. Hech qisi yo'q. Xudo xolasa buni endi sekin matchni koring sifatida foydalanamiz. Mana bu joylardan sekin ajratib, asosiy ildizini ajratib olamiz. Qolganlarini sekin matchni koring qilib, xudo xolasa mashina o'zidan 100 ta ko'chat chiqaramiz endi. Zazor tashlab turib, bitta qo'lda qiyin ekan. Mana shunaqa qilib sekin 2 sm, 3 sm dan qoldirib ajratib chiqamiz. Va bu narsa xudo xolasa ko'pgina ko'chatlar bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu yog'ini sekin davom etamiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7 ta ko'chat chiqardim. Bu yashikka keladi. Endi mana ular matchni ko'ring dedi-da. Men buni riskovat, odatda buni yashiklarga sekin yozib qo'ysa bo'ladi, lekin men mashina o'zini unaqa qilib aytganda g'ijimlab taxlab turib, shu holatida qilib turib bittadan nimaga yetib qo'yaman. Riskovat qilmayman. Shu holatida ham xudo xolasa 100 tadan oshiq ko'chat chiqadi. Men riskovat qilmayman, chunki menda bu sababi juda oz. Keyingi narsa yana qayta olish imkoniyati yo'q. Faqat 5 dona bergan, xolos. Keyingi narsa bu 15 kundan oshiq yo'lda safarda bo'ldi. Tomirlari ziyon yetgan bo'lishi mumkin. Agar odatiy uyda bo'ladigan bo'lganda, o'zim sharoitimda bo'lganda, misol uchun mana shu narsani o'zidan ham mana kichkina bu katta ekan, mana oddiy mana shu tomirdan ham 3-4 ta ko'chat yasashim mumkin edi. Ikkita Maragalla ko'chatimiz va bitta Karimoga ko'chatimiz chetda ekilib qolib ketgan ekan. Shularni olib ajratib qo'yish maqsadida sizlarga ham bir nima deydi, o'quv video ko'rgazmaviy ish qilgim keldi. Tomirlaridan qanday ko'kartirish bu matchni ko'ring deyilmaydi bu narsa. Ko'pgina tomir bo'lib, odatda matchni ko'ringda tomirlar mana bu holatga kelib qoladi. Ujanaylar xullas yashikni o'rnini to'liq egallagan bo'ladi. Shularni chopib 20-10 sm, 5 sm dan chopib ko'mib qo'yiladi. Va shundan chiqqan nihollarni olib epigrofga qilib kurtak ko'zlarini olib ekishda matchni koringdan foydalanish deyiladi. Matchni koringdan chiqqan ko'zlar juda yirik bo'ladi. Xuddi bahorda yerdan o'sib chiqayotgan malinaning nihollariga o'xshab chiqadi. Endi mendagi hozirgi mana bunda qilmoqchi bo'layotgan narsalarimda juda nozik tomirlar bo'lib chiqadi. Misol uchun mana
1-dekabrda ekilgan. Mana shunaqa kichkina bo'ladi. Hani 20 kunda уже o'sib chiqyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa, bu tagida bitta ipsimon tomirda qanchalik tomir desa bo'ladi. Bu примерно mana shunchalik tomirdan ekilgan 10 santimetrni olib shunday kesib, chekasini mana shu tirnog'imdan chiqib turgan joychalik chiqarib qo'ygan, что havo bilan kontakt bo'ladi va kurtak rivojlanadi. Shu ko'pchilik maravillarni T-obrazniy tomir deydi. Tulaydagi o'sgan formasi ana shuning uchun bu tomirlab olgan. Qachon T-obrazniy bo'ladi? T-obrazniy mana bu ko'chatdagi yonidagi o'sib chiqqanda mana bunday bo'ladi. Tushundinglar? Katta bo'lib o'sib chiqadi. Mana shunday o'sib chiqadi. Mana shu yerdan endi chopib oladi. Bu yog'idan chopib olsa, xuddi shunda T-obrazniy bo'lib qoladi. Shuning uchun maravillarda T-obrazniy bo'ladi. Boshqa sortlarda popiklanib ketadi. Ya'ni mana karamelka sorti mana bu holat ko'p qoladi. Buni men tomirda xolodilnikda saqlayman. Uy xolodilnigida. Uy xolodilnigini faqat 5 gradus plus 5 gradusdan 1 gradusdalik 0 dan balanddan 10 gacha bo'lgan gradusda salafanga solib saqlayman mana bu salafanda va bahorda shuni ham amal qilib oldirib eksa bo'ladi. Mana bu holatda ko'chatga chiqariladi. Agar qolib ketadigan bo'lsa, matchning ko'ring bo'lib qoladi. Unda mana bu holatga o'xshab o'sib qoladi ko'chatlari. Mana bunaqa ko'zlar bunaqa katta bo'lib ketadi. Unda ishlari ham oson bo'ladi, nisbat son kamroq bo'ladi. Gruntovka tayyor bo'ldi. Bu asha agroperdit bilan agrobalt torfa to'rga bir nisbatda qilingan. Asha doim aytadigan narsa, men qilgan ko'p xatodan bittasi, boshqalar ko'p qiladigan xato grunti juda noto'g'ri tayyorlanishi. To'rga bir nisbatda, ya'ni noto'g'ri tayyorlanib qanaqa ko'p suv quyishida bo'ladi. Mana qanaqa men odatda qilaman. Hali pand yemadim shundan buyon. Mana bularni ko'rsatgan, mana bular ham shunaqa tayyorlangan. Olib ezganda, qattiq ezgandan necha suv chiqadi yo chiqmaydi. Bo'ldi, suv shirillab oqadigan holatda emas. Mana bu, mana qanday deydi? Bunday qilsa haligindaqa titilib ketaveradigan holatda, ezganda anaqa jicha shakl hosil bo'lishi kerak bo'ldi. Buni jicha qattiqroq ezib qo'yilaveradi. Hozir kirib qoldi bitta qo'lda bo'lgani uchun. Kirib qoldi. Tagida ko'z bor. Ko'zini sindirib qo'ymaslikka harakat qilinglar. Qattiq ezib olmaysiz, ezganda jicha kiradi bo'ldi. Mana bu holatida mana bitta ko'chatimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ko'z ichkariga qaragan ekan, shuning uchun nima qilmadim. Boshini tagini o'sha qo'yilayotganda 3-4 sm qattiq bosib olaverasizlar. Bu bosim hosil qilish uchun kerak o'simlikka. Rixli qilish tavsiya qilinmaydi ekan. Ular endi nisbatan dadilroq chiqadi. Sababi asosi yo'g'on. Men odatda jicha uchun ochib qo'yaman. Chunki men ko'rib turishim kerak, quriganmi, qurimaganmi. Menga yoqadi shunday kuzatish. Assalomu alaykum. Mana bugun 8-dekabr kechasi soat 1. Endi vaqtim bo'sh bo'ldi. Hozir qilmoqchi bo'lgan narsam, ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam mana bu tomirlarni ajratib oldik. Shunda mana bu ko'zchalar chiqqan. Mana buni eksa o'zi o'saveradi, lekin men buni bunday qilmoqchi emasman. Испытание qilmoqchiman. Ya'ni mana bu joydan kesib turib, epikirovka degan narsa bo'ladi. Bunga sayib qo'yish. Toza narsadan kesilsa, mana bu joydan, oq joydan, mana bunday joylardan ajratib olinsa, mana mashina misol shunday qilib sayib qo'ysa, nima qilmayman. Hozir bundan jicha ochib qo'yaman-da, что nima oson bo'lishi uchun. Mana kesib oldim. Endi bularni nima sortligini bilmayman. Aralash sort. Maravilla deb, Violet deb olganlarim bor, lekin bu sortlar ichiga chiqmagan. Taxminan shunday qilib qo'yilaveradi. Aralash sortlarim bor edi.
Bu yerga ham isplaniyaga tomir tashlab qo'yganman. O'rtacha 3 sm bostiryapman menimcha. Xullas ekan. Namligi menimcha 70%cha holatida, xudo xolasa endi bu yoqni sekin kuzatamiz. Mana hammaga savobniki mana bu maravillarni shoxlari. Endi buni nima qildik? Oshib qolyapti-da. Endi buni nima qilib ekanmiz? Juda qiyaroq qilib ekanmiz ekan, katta ekan. Mana shunday qilib qo'yamiz. Hozir maqsad u uzun edi, ikkiga bo'lib sindirib oldim. Buni bu yog'ini qo'yib qo'yaveradi, o'sib ketaveradi, xudo xolasa. Muammo chiqmaydi. Mana bularni ham o'zi aslida oq nimasi bo'lishi kerak edi. Ko'ramiz, tavakkal. Tomir yo'q holatiga qo'yilaveradi. So'lib qopti, o'zi 3-4 soat oldingi edi bu. Mana bular maravillachalar. Balki ko'p, sekin olib tashlaymiz. Bakdan qo'lni so'raveramiz endi. Mana shunday qilib tashlaveradi. Bu jicha mana shu ko'k massasini o'zi ham bemalol fotosintez uchun yetadi. Endi bu nimaniki edi kechagi? Mana qolib ketgan Gusariya sortlariniki. Buni ham o'zim uzvoraman hozir ekib olib turib. Mana shunday qilib qo'yiladi. Ekilib ketaveradi. Gusariya sortimiz bu. Oddiy, unaqa murakkab ishlar kerak emas. Alloh oson, Allohdan so'rab ishlarni shunday qilib qo'ysa ham, bu yerdagi asosiy narsa suv oshishi qo'ymaslik. Suv qo'ydingiz, o'sha minusga qarab ketaveradi. Mana shuni o'zining namligi yetadi. Mana shunday qilib, o'zim bozordan konteyner olib keldim. Shu konteynerlar sekin ekib qo'yamiz uni. Mana bo'ldi. Xohlasa, buni mana konteynerda yopib, saqroqcha qo'yib qo'yamiz. Endi bu yoq issiqlik qiladi bularga. Yana bir marta assalomu alaykum hammaga. Mana 5 kunmi yo bir hafta oldin shunaqa paytda esinglarda bo'lsa, mana bu nimaga ekuvdim, bitta maravilla bilan oddiy Gusariya sortini 7 kunmikin bo'ldi adashmasam, bitta aka tashuvdim, bitta akamiz shuni 15 kundan keyin ko'rsataman degandim. 15 kundan keyin videosini ko'rsating deb aytvordi. Hozir odatda bir hafta bo'ldi. Yani 6 kun yo 7 kun bo'ldi adashmasam. Bundan ko'ra buni tomir olish osonroq, poyasi ingichka bo'ladi. Shuning uchun buni tekshiraman, hali bunga tegmayman. Mana lekin mana ko'rayotgan bo'lsanglar, sindirib ekib qo'yganlari mana bular ham o'sha yonidan shox chiqaryapti. Bu sindirganim mana buni tagi edi. Mana ikkiga bo'lib sindirib ekib qo'ydim. Yonidagi baklarning orasidan yangi shox chiqaryapti. Bulardagi Gusariya sortlarimiz edi. Hozir sekin ochib ko'ramiz. Amal oldimi, olmadimi? Mana bunda amal endi videoda ko'rinadimi, ko'rinmaydimi? Eslatib o'taman, hali bir hafta bo'ldi yo bo'lmadi. Bularga yana ochib ko'raman. Mana bular ham o'sha endi sekin kamera fiksatsiya qiladi hozir. Endi taylar mana endi bunaqa utunaylar bo'ltirib qopti. Nimasi sostoyaniyasi yaxshi turibdi. Bularni yana qaytarib ko'mib qo'yamiz. Yana jicha bor ekan. O'sha 3-4 kundan keyin mana bundagi endi videoda ko'rinmayapti. Tagida nimalar o'sha bo'rtib qo'yganlari, xudo xolasa tomir bo'lib chiqib ketadi. Endi yamni tomir otgan mana bu ekan. Xudo xolasa shunaqa qilib tomir orttirsa bo'ladi. Endi unda mollarni ochmay qo'yaveraman. Agar hammasi tomir bo'lganda mollarni ochib ko'rardim. Chunki bular endi shunchalik bo'pti. Katta ehtimol bilan bu tomir ortmagan. Mana mollarni ochib ko'ryapmiz. Hali bular chiqmabdi. Endi bir donasi ortibdi xolos tomir. Yana bugungi ishlardan yana bittasi mana bu ko'chatlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, kechalik Garley Yashidagi ko'chatlarimiz bilmasdan uydagilar ekinglar desam
ekib qo'yishganda qurib qolyapti, ya'ni so'lib tashlab qo'yayotdi. Sababi mana bu barglari ko'paydi. Qarayotgan bo'lsanglar, hamma bargini men kesib yubordim. Shuni hisobiga ispareniya yo'qoldi. Nima bo'lib qoldi? Tetayib qoladi. Chunki tomirda urovni past bo'ladi. Ispareniyaga yetarli suv chiqarib bera olmaydi. Shuni hisobiga so'lib qoladi. Mana bitta ikkita manalari bo'pti. Endi bu bo'ladimi yo'q bilmayman. Shunaqa qilib ekishganda hammasi yotib qolgan. Shunga o'xshab. Men keyin hammasini parkini chiqarib yubordim. Mana bittadan park qolsa yetadi. Mana bunaqa bo'lib. Xudo xolasa endi ular bunaqa bo'lib o'sib ketaveradi. Mana barglari bunaqa ko'pgina barglarni olib kesib yuborilgan. Endi qarasanglar mana barglari bor. Endi bu barglari kerak emas. Yangi o'sib chiqadi. Bu ham 100% biogomosga kelgan. Bu galey sortimiz. Xudo xolasa endi sekin nima qilib ko'paytiryapmiz. Endi hozirgi issiq bo'lgani uchun bularni 1-2 kun salqin joyda turadi. Moslashib, antistress dorilarni berib, bu qilib olgunimizcha, agar nima bo'lsa, mana bu oddiy podval qorong'i joyda 3-4 kun turadi. Keyin tashqariga olib chiqamiz. Assalomu alaykum. Esinglarda bo'lsa, mana uni ekkanimda gusariya sorti bu. Sinov uchun yarmini torfga, yarmini biogomosga ekkandim. Ko'pchilik mendan so'raganda, biogomosga qilsak bo'ladimi, yo'qmi, boshqami deb. Mana yozib ham qo'yganman. Endi gusariyadan 63 dona ekan. 33 tasi biogomosga, 29 tasi torfga ekilgandi. Mana buni bu yog'i torf bo'ladi. Ya'ni mana ko'rgan bo'lsanglar, mana shu o'rtadan bu tomoni, ya'ni mana katta tomoni, qo'pol qilib aytganda, mana katta tomoni torfga bo'lgan, mana mayda tomoni biogomosga bo'lgan. Biogomos plyus tomonlari ko'proq udobreniyasi bo'ladi. Minus tomoni ko'p o'simlik chiqadi. Yana bitta eng yomoni mana bu narsa bo'ladi mana. Masha urug'i nima deydi? Chirmov deydimi? Shunga o'xshagan narsa ko'p chiqib beradi. Shunda ehtiyot bo'lish kerak. Biogomos ekadiganlar. Bu yomon emas, yaxshi. Prosta qishki paytda qilsa bu suvlanmay turaveradi, ashinisi yomon. Yozroqda, issiqroqda tez qurib qoladi. Torf unaqa emas. Namlikni yaxshi ushlaydi. Suvni yaxshi ushlaydi va yaxshi tezda chiqarib yuboradi. Namlikni ushlab turadi, ko'p suvli bo'lmasdan. Yana bitta plyus tomoni biogomosdan torfni bitta plyus tomoni. Buni shunday yechganingizda, ya'ni ontarganingizda shunday o'zini shakli bilan chiqadi. Haliga endi nimada ko'rsata olmayman. Masalan, bunday qilsa, mana shu holatga qilsa, mana bu torfga qilingan mana shu shaklda chiqaveradi. Mana shunaqa chiqaveradi. Bu torfniki. Endi biogomosda bunaqa bo'lmaydi, bilasizlar. Biogomosni teskari qilsanglar, yarmi chachilib ketadi. Shuning uchun bunaqa sajens qilayotganlarda, mana bunaqa sajens qilayotganlarda biogomosdan ko'ra torf yaxshiroq effekt beradi erta bahorlarda. Endi mana kechagi violetlarimizni nima qildim? Oq tomirlarni hammasini ekib chiqdim. 240 tami, 250 tami chiqdi. Bular hammasi turproq aralashib biogomosga qildim. Endi bularni men sotash boshqa narsaga emas, shunda o'stirib olib turib, nima qilib yuboraman? Yerga qo'yib yuboraman. Mana bularda qilinganda yaxshi sug'orilgani, uni mana tezda o'sha qurish boshlanyapti. Ertalab sug'organman bo'lmasa. Lekin xudo xolasa, hali biogomos yomonlab nima emas. Mana mendan biogomos 100% ishlataman. Mana biogomos ham ishlataman. No, birinchiligidaqa yangi nihollarga, sajensda endi boshlayotganlarga torf bilan ishlash osonroq. Biogomosda aytgandaqa mana bunaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, bunaqa chirmoq o'tlari bosib ketadi. Agar jicha qaramay qolsanglar, o'sha yo'qota olmay qolasizlar. Salomat bo'linglar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, aslida kichkina razmerdagilari. Mana bular hammalarning oldinglarda. Endi mana bu kuyayotgan nimasi, bu issiqligi, plitsachamiz issiqligi baland. Mana hozir mana bunday chiqaramiz. Bu shani sorti ekan. Bunday qilsa, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, fiksatsiya qilsin kamera. Mana oppoq tomir.
mana yangi chiqib mana bunaqa holatida qilinganlari mana. Haligi ko'pchilik aytadi, nimaga senda o'xshaveradi deydi. Menda bunaqa bo'lish uchun mana bu nimasi bor ekan, nima deydi? Qo'ygan mana kichkina narsa, yangi oq tomirchalarning tagini qarayotgan bo'lsanglar, mana umuman eski korishniy tomiri yo'q. Mana hammasi nimaga senda o'xshaveradi deyishadi. Avvalo bolalardan, meni shunaqa ozgina ekib qo'yishimga mana hali chiqmabdi. Bunisi chiqmabdi, lekin bular hammasi teng ekilgan edi. Meni bu narsaga yetib kelishimga ancha qovun pishig'i bo'lgan. Men ham bir kunda o'polmagan. Boshida quritib olganman, boshqa qilganman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yangiliginaqa. Mana mashinamlikda o'stiriladi, mashinamlik tomir orttiriladi. Haligi ko'llatib, esi suvi oqadigan mumkin emas. Ko'pchilik shu xatoda qiladi. Biz ham boshida shu xatoda qilib katta bo'lganmiz, endi o'rganganmiz. Mana hozirgi pashta mana qup-quruqda. Mana umuman qo'lga ham yopishmayapti, haligi ham bo'lmayapti, g'ijimlanmayapti ham mana. Mana shunaqa namlikda qilinadi. Shunda mana o'zinglar ko'rib turgandaqa chiroyli tomirchalar otadi. Assalomu alaykum. Mana bugun 31-dekabr. Uyga keldik. Mana Marinani bitta yomon tomonlari, biroq qaraganda yomon tomonlari manaqa Marinalar suv quyishmagan. So'lishlar boshlangan mana. Shuni hisobiga qurish boshlandi mana. Mana sekin zamburug'lar tushdi boshlagan. Endi hozir bu yerda men nima qildim? Tarro vannaga olib keldim. Endi nima bo'lsa endi uy sharoiti, hammasi so'lib yotibdi. Nima deydi? Qurib ketganlari ham bor mana. Endi mana 100% qurigan mana bu. Mana ko'rsanglar hammasi baglari shiltayib yotibdi. Hozir men nima qilaman? Endi bularga hozir darrov dorli suvlarni qilmadim. Sababi hozir buni quyilganda suvda hammasi mana envormaydi, shinvormaydi. Mana bu pustoy joylari ham bor, suv emmagan joylari ham bor. Buni bir kun endi yaxshilab 3-4 marta dushovoyda olib, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bir qatorda mana qilib qo'yamanda. Bu nimaga desa, bu bir qator namib oladi. Namib oladida, namib olgandan keyin dorli suv ichaman. Hozir maqsad buni dorlash emas, maqsad hozir suvlatib olish. Mana uni niq nasishin qilib olish kerak. Mana bu yerga kelyapti suv, mana bu joyda yo'q. Mana ko'rinib turibdi. Polni suvlab olishim kerak endi. Boshqa iloji yo'q. Men shunaqa hozir 1-2 soat namlari ichigacha surilib oladi. Endi men tagi qattiq bo'lib yotibdi. Iloji yo'q. Namini emib olgandan keyin 1-2 kun shu yerda turadi endi bu. Shundan keyin sekin chiqarib yuboramiz endi. Stressdan to'liq so'lagan, barglarni ko'tara olmayapti ham mana. Endi yaxshi niyat endi, boshqa iloji yo'q.